Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz ChatGPT juda sho'x ekan. ChatGPTda bugun o'yinlar qilamiz. Bu juda zo'r ekan, qaranglar. Shunday bo'ldi, u menga sir javoblarni video birinchi ko'rib like qildim. Unda biz videoni boshladik. Boshlashdi. Men unga savol berdim. Savol, qanday yordam bera olaman dedim. Seni uylantirmoqchimiz. Bitta sun'iy intellekt topib qo'ydik dedim. Ha, qiziq g'oya. Qanaqa sun'iy intellekt ekan? Bu xarakteri qanday? Balki avval tanishib olaylik deb aytdi. Birisi zo'r ekan deb yozdi. Zo'r-ku, ismi bormi? Balki men ham u bilan gaplashib ko'rarman. Sun'iy intellekt xonim ismi desam, sun'iy intellekt xonim chiroyli nom ekan u. Ular qanday tanishib oldingiz? Xarakteri qanday? deb yozdi. Mamiki sun'iy intellekt xonim deb yozgandan keyin rahmat tashlaymi, rasm tashlaymi deganda ha deb yozdi. Yana bitta rasm tashlaymi deganda ha deb yozdi. Hozir men rasmni ko'rsataman sizlarga. Ungacha esa o'qib turishingiz mumkin. Lekin men bitta narsa hayron qoldim. Sun'iy intellektni o'ylantiraman. Bu juda zo'r challenge. Bu dunyoda birinchi marta bo'lishi mumkin yoki ikkinchi marta, uchinchi marta bilmayman. Bu juda zo'r qildik, lekin mana shuni rasmini tashlaymi dedim. Ha deb tashladi. Shuni o'qib olsangiz bo'ladi. Ana shuni o'qib olganingizdan so'ng keyin rasmini tashlayman dedim. Ha, qiziq bo'lardi. Sun'iy intellekt qo'rib qanday ko'rishda ekan deb yozdi menga. Endi o'zim sizlarga rasmni ko'rsataman. Ungacha esa to'xtab turamiz. Xo'sh, mana rasmi. Qaranglar, bu juda zo'r rasmi. Ha, qiziq suri hozir kutilmadi qiziq bo'lyapti. Bunga qaranglar, til ham aylamayapti. Bu juda qiziqarli. Til ham aylamayapti. Kutilmadi qiziq bo'lyapti. Lekin til ham aylamay qoldi.
so'rayapti. Bu albatta javob qaytaradi. Sizlar ham yozib ko'ringlar. Albatta конечно javob qaytaradi. Agar video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va bilan bosib qoldiring. Xo'sh, biz videoni davom ettiramiz. Balki siz ham bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, like bosib ketgan bo'lsangiz, bu juda ayanchli holat. Like va bilan bosib qo'yinglar, iltimos. Bir zo'r deganlar like bosadi. Mana ko'rganlar o'zini bosadi. Xo'sh, mayli, biz videoni tugatamiz. Sizlar bilan men bo'ldi o'sha Ne'matov Umidjon.